Yurakdan chiqadigan qon tomirlarni ular bir-biriga hisoblab chiqilsa, yer sharini 1,5 marta o'rashga yetadi. Bor yo'g'i 20 sekundning ichida bir marta aylantirib keladi. Yurakni tanadan alohida ajratib olsa ham ishlab turaveradi. Ya'ni ishlab turish, tanadan ajralganda ham ishlab turish xususiyatiga ega. Insonning boshqa birorta a'zosi bunday xususiyatga ega emas. Har bir qisqarganida taxminan 70 millilitr atrofidagi qonni haydaydi. Bu esa bir daqiqada 5 litrdan 7 litrgacha degani. Bir kunlik yurak haydaydigan qonni hisoblab chiqadigan bo'lsak, bu 9-10 tonna yuk hisoblanadi. Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan yurakning mo'jizaviy tuzilishi haqida suhbatlashamiz. Keling, bundan oldin bitta eksperiment, ya'ni musobaqa qilib ko'ramiz. Musobaqa siz va sizning yuragingiz o'rtasida bo'ladi. Qanday qilamiz? Buning uchun qani kim qancha muddat to'xtamasdan qo'lini shunday ochib yopib tura oladi? Buni 1 daqiqa, 5 daqiqa, balkim 10 daqiqa qilarsiz, lekin ko'p emas. Albatta qo'llaringiz charchab, harakatdan to'xtab qolasiz. Lekin sizning yuragingiz daqiqasiga eng kamida 70 marta qisqarib, buni to'xtamasdan qila oladi. Siz tug'ilganingizdan oldin, ya'ni hali 21-kun ona qornida paydo bo'lganingizdan 21-kun o'tmasdan turib u qisqarishni boshlagan va haligacha qisqarib turibdi. Bu qisqarishlari 80 yil, 90 yil, kimdadir balkim 100 yilgacha davom etadi. Kim buni qancha davom ettira olganini izohlarda yozib qoldirsin. Yurak bu qisqarishini oddiygina bajarmaydi. Agarda sizning yuragingizni bir kunlik qisqarishlar sonini o'lchaydigan bo'lsak, u bir kunda 100 ming marotaba qisqaradi. Shu qisqarish davomida katta yuk mashinasining yuki bilan birgalikda 30 metr balandlikka ko'tarish uchun sarflanadigan energiya ishlab chiqaradi. Yurakdan chiqadigan qon tomirlarni ular bir-biriga hisoblab chiqilsa, ularning uzunligi yer sharini 1,5 marta o'rashga yetadi. Va shu uzunlikdagi qon tomirlar ichida yurak qonni bor yo'g'i 20 sekundning ichida bir marta aylantirib keladi. Shunday hayratlanarli ishlarni qiladigan yurak onaning qornida 21-kunida paydo bo'ladi. Lekin bu paydo bo'lgan yurak hali biz biladigan 4 ta xonasi bor bo'lgan 4 kamerali yurakka o'xshamaydi. U bor yo'g'i xuddi naycha, turbachaga o'xshash holatda paydo bo'ladi va uni turbachadan, ya'ni naychadan farqi bo'lmaydi. Lekin hayratlanarlisi, ozgina vaqt o'tib, u sekin asta shakllana, rivojlana boshlaydi va shu naycha buralib, o'ralib, sekin asta orasida to'siqlar paydo bo'lib, 4 xonali yurakka aylanadi. Va onani qornida paydo bo'lgan yurakning tuzilishi katta odamlarning yuragi tuzilishidan bir qancha farqlarga ega bo'ladi. Sabab, onani qornida rivojlanayotgan vaqtingizda hali o'pkangiz ishlamayotgan bo'ladi va yurak o'pkadan qon olib borib tashish vazifasini bajarmaydi. Kislorodni va oziqalarni esa onani yo'ldoshi orqali oladi. Shuning uchun onani qornidagi yurakni va qon aylanish tizimini ko'radigan bo'lsak, unda 3 ta qisqa yo'l bo'ladi. Bu qisqa yo'l eng qizig'i chaqaloq tug'ilib nafas olishni boshlashi bilan darhol yopiladi va o'rniga katta boshqa yo'llar ishga tusha boradi. Bu qisqa yo'llardan birinchisi, yurakni biz agar tuzilishini ko'radigan bo'lsak, u 4 ta xonadan iborat. Ikkitasi bo'lmacha, ikkitasi qorincha. Bizda yurak, ya'ni katta odamlarda yurakni ikkita bo'lmachasi o'rtasida to'liq to'siq bo'ladi. Ikkita qorinchani o'rtasida ham to'liq to'siq bo'ladi. Ya'ni qon hech qachon bo'lmachadan bo'lmachaga, qorinchadan qorinchaga o'tmaydi. Aksincha, yuqoridagi bo'lmachalardan, ulardan pastroqda joylashgan qorinchalarga qon o'tadi va bu qon o'tishi maxsus klapanlar orqali amalga oshiriladi. Klapanlarning qiziqarli tuzilishi haqida keyinroq aytib o'taman. Endi
onani qornida esa mana shu yuqoridagi aytganimiz ikkita bo'lmacha bir-biriga avval teshik orqali ulangan bo'ladi va qon o'sha teshik orqali bir bo'lmachadan ikkinchi bo'lmachaga o'tadi. Sababiki onani qornida nafas olish ishtirok etmayotganligi uchun, ya'ni bolani o'pkasi hali ishlamayotganligi uchun kichik qon aylanish doirasida qon aylanmaydi va natijada qon o'pka orqali aylanib kelishiga ehtiyoj bo'lmaydi. Shu sababdan qon yurakni o'zida qisqa yo'l orqali o'ng tomon va chap tomon o'rtasidagi teshikcha orqali o'tib qo'ya qoladi. Tug'ilgandan keyin esa bu teshikcha darhol yopilib, o'pka ishga tushib, uzunroq yo'l, ya'ni o'pka orqali aylanib keladigan yo'lga o'tadi. Bu chaqaloq yig'lab nafas olgandan paydo bo'ladi. Ikkinchi qisqa yo'l esa ikkita yirik katta qon tomirlar, ya'ni yurakning chap tomonidan chiqadigan aorta qon tomiri, yurakning o'ng tomonidan chiqadigan o'pka arteriyalari o'rtasida bo'ladi. Bu ham bola tug'ilib nafas olgandan keyin yopilib ketadi. Yana shuni aytib o'tish kerakki, ayrim holatlarda bolalarda tug'ma nuqsonlar bilan tug'iladi va shu ona qornida mavjud bo'lgan kichkina qo'shimcha boyagi qisqa yo'llar yopilmay qolgan bo'ladi. Lekin odatda bular vaqt o'tib yana yopilib ketadi bola o'sib rivojlangan sari. Yuqorida yurakning tuzilishini 4 ta xonadan iborat dedik. Bular yurakni ikkita, ya'ni o'ng va chap bo'lmachalari va pastki o'ng va chap qorinchalari. Yurakning bo'lmacha va qorinchalar o'rtasida klapanlar joylashgan bo'lib, bu klapanlarning vazifasi qonni faqat bitta tomonga harakatlantirishni ta'minlash. Ya'ni qon klapandan o'tgandan keyin hech qachon orqaga harakatlanmaydi. Faqat bitta tomonga harakatlanadi. Bu esa qonni uzluksiz to'g'ri aylanishini ta'minlab beradi. Tasavvur qiling, soniyasiga 70 marta urib turib, qonni katta tezlikda aylantirib, faqat bitta tomonga oqishini ta'minlab beryapti va bosh miyani, ichki a'zolarni, o'pkani va butun tanani qon bilan, kislorod bilan, oziqa bilan ta'minlash vazifasini bajarib berib turibdi. To'xtamasdan. Ana endi klapanlarni tuzilishini ko'radigan bo'lsak, klapanlar xuddi parashyutga o'xshaydi. Ularni yuqorida aytganimdek vazifasi qonni bitta tomonga oqishini ta'minlash. Bordi-yu qon bo'lmachalardan qorinchaga o'tgandan keyin katta 120-140 bosim bilan orqaga oqib, klapandan orqaga ketmoqchi bo'lsa, parashyutning xuddi havoni to'sib ushlab qoladigan yuqori qismiga o'xshab ochiladi va qonni to'xtatib qoladi. Xuddi shu holatda parashyutning iplariga o'xshab yuqoridagi qismini tortib turadigan xorda deb ataluvchi ipchalar bo'ladi va bu ipchalar klapanlarni qattiq mustahkam tortib turadi. Bu ipchalarni esa maxsus mushaklar, so'rg'itsimon mushaklar deb ataluvchi yirik katta mushaklar qattiq qisib tortib turadi. Xuddi kuchli mushak motorlarga o'xshab. Shunday klapanlardan yurakda 4 tasi bor. Bular qonni uzluksiz to'g'ri harakatlanishini ta'minlab berib turadi. Bordi-yu bu klapanlarda muammolar paydo bo'ladigan bo'lsa, qon teskari oqishi va yurakning bo'lmachalariga, qorinchalariga ta'sir ko'rsatishi, u yerda bosimni oshishi, yurakning kengayishiga olib kelishi mumkin. Endi yurakning qorinchalariga to'xtalib o'tamiz. Yurakning ikkita qorinchasi bor. Bu qorinchalarning vazifasi o'ng qorincha yurakdan qonni o'pkaga haydab, o'pkada qon aylanishini ta'minlab beradi va u yerdan kislorodni olib, yana qaytib yurakka kelib quyiladi. Yurakka kelib quyilgandan keyin u chap bo'lmacha orqali yurakning chap qorinchasiga o'tadi. Endi chap qorinchaning vazifasi esa qisqarib qonni katta aorta tomiri orqali bosh miyaga, barcha ichki a'zolarga, qo'l oyoqlarga va butun tanaga olib borishdan iborat. Ko'rib turganingizdek, o'ng qorinchaning vazifasi nisbatan yengil, ya'ni faqatgina o'pkaga olib boradi. Chap qorinchani esa yuklamasi katta, butun tanaga olib borish kerak. Shuning uchun biz qorinchalarni ko'zdan kechiradigan bo'lsak, chap qorinchani devori
ancha qalin, mustahkam. O'ng qorinchaqniki esa nisbatan yupqaroq, kuchsizroq bo'ladi. Sababiki har birini vazifasiga mos qilib tuzilgan, yaratilgan. Yurak nasos singari qisqarib qon aylantirish bilan birga shu qon orqali o'pkadan kislorodni olib tanadagi hujayralarga olib borib ularni nafas olib turishini va tirik bo'lib turishini ta'minlaydi va oshqozon ichaklardan ularni devoriga so'rilgan, ya'ni qonga so'rilgan oziq-ovqat mahsulotlarini, oziq moddalarini ham tanadagi har bir hujayraga olib borib ularni oziqlanishini va o'shandan energiya olishini, shu orqali tirik bo'lishini, vazifasini bajarishini va bo'linib ko'payishini, organizmni o'sishini ta'minlab berib turadi. Shu funksiyalni, ya'ni shu vazifalarni yurak to'xtamasdan, tinmasdan 24 soat bajarib turadi. 80 yil, 90 yil, 100 yil. Yurakni yana bir o'ziga xos mo'jizaviy tomoni shundaki, yurakni tanadan alohida ajratib olsa ham ishlab turaveradi. Ya'ni ishlab turish, tanadan ajralganda ham ishlab turish xususiyatiga ega. Insonni boshqa birorta a'zosi bunday xususiyatga ega emas. Buning sababi bor. Ya'ni yurakda o'zini boshqarib turadigan maxsus tizimi bor. Xuddi insonni bosh miyasi bo'lgani kabi, ya'ni kontrol qilib turadigan bosh miya bo'lgani kabi, yurakda ham o'zini boshqarib turadigan miyachalar deb atashimiz mumkin bo'lgan qismlari bor. Ular o'zidan to'xtovsiz, tinmasdan, xato qilmasdan soniyasiga 70 martadan 90 martagacha impuls chiqarib turadi. Va bu impulslar yurakni yuqori qismidan chiqib, maxsus xuddi elektr simlariga o'xshash yo'llar orqali butun yurakka tarqaladi va butun yurakka tarqalib, yurak hujayralarini qo'zg'alib qisqarishini ta'minlab turadi. Shu tufayli, ya'ni maxsus impuls chiqaradigan markazchaning borligi tufayli va u xuddi tokni, elektr tokini simlar o'tkazgan kabi hujayralardan o'tib borib tarqalganligi tufayli yurak to'xtovsiz, alohida avtonom holda ishlab tura oladi. Bundan tashqari, yurak o'zi oziqlanishi uchun maxsus tomirlarga ega bo'lib, biz bu tomirlarni nomini koronar tomirlar deb ataymiz. Bu koronar qon tomirlar yurakdan chiqqan eng katta qon tomirdan boshlanib, yurakni o'ziga qarab boradi va yurakni biz aytgan boyagi mo'jizakor yurak mushaklarini qon bilan ta'minlab oziqlantirib turadi. Agarda shu koronar qon tomirlar orqali yurakka kislorod borishi, oziqa borishi kamayadigan bo'lsa, stenokardiya, infarkt kabi kasalliklar kelib chiqadi. Lekin buni ham juda qiziq tomoni borki, yurakni tomirlari xuddi shunday tuzilganki, bu tomirlar ikkita asosiy tomirdan boshlanib va tarmoqlanib 3 ta katta tomirga aylanadi. Ya'ni chap tomir aylanib yurakni orqa tomoniga ketadi va old tomondan tushib boradi. O'ng tomir ham yurakni o'ng tomondan aylanib keladi va bu tomirlar o'zaro yurakni orqa tomonida birlashib, bir-biri bilan bog'lamlar, anastomozlar hosil qiladi. Shuning uchun yurakni qayeridadir qon aylanish buziladigan bo'lsa va boshqa tomoni bunga aylantirib qon olib kelib, oziqa bilan ta'minlash vazifasini bajaradi. Ya'ni turli xildagi yopilib qolishlar, torayib qolishlarga ham yurakning qon tomiri mukammal tuzilgan, ya'ni mukammal yordam bera oladigan, mukammal ta'minlaydigan darajada rivojlangan hisoblanadi. Lekin afsuski, bir nechta qon tomirlari ko'plab joylardan torayib qolgandan keyin esa yurakda yuqorida aytganimiz infarkt kabi kasalliklar kelib chiqish xavfi bor. Yurak shu har bir qisqarganida taxminan 70 millilitr atrofidagi qonni haydaydi. Bu esa bir daqiqada 5 litrdan 7 litrgacha degani. Ya'ni har daqiqa 5 litr qon haydaydi. Agarda bir kunlik yurak haydaydigan qonni hisoblab chiqadigan bo'lsak, bu 9-10 tonna yuk hisoblanadi. Ya'ni sutkasiga yurak 9 tonna qonni aylantiradi. Agarda buni 70 yil davomiga ko'paytirib hisoblab chiqadigan bo'lsak, juda ham katta raqamlar. Bir necha sisternalar ortilgan poyezdni vagonlari tashiydigan bir necha barrel qon bo'lib chiqadi.
Shu mittigina yurak shu vazifalarni bajaradi. Shu 10 tonna qonni kuniga aylantirayotgan yuragingizning kattaligi bor yo'g'i sizning mushtingizni kattaligiga teng. Ayollarda 180-220 grammgacha, erkaklarda esa 300-320 grammgacha bo'ladi. Kimning gavdasi kattaroq, mushti kattaroq bo'lsa, uni yuragi ham kattaroq bo'ladi. Yurakning daqiqasiga qisqarishi hamma insonlarda bir-biridan ozgina farq qilishi mumkin. Odatda yurak 60-70 tadan 90 tagacha daqiqasiga uradi. Lekin yosh bolalarda bu miqdor ko'proq bo'lib, chaqaloqlarda, ona qornida rivojlanayotgan bolalarda yana ham ko'p, 150 martagacha uradi. Ayrim kasalliklarda yurak urishi tezlashishi mumkin. Shunaqa ilmiy tadqiqot xulosalari borki, kimning yuragi sekinroq ursa, uni umri uzoqroq bo'ladi degan farazlar ham bor. Yana hayvonlar yurak urishi bilan solishtiradigan bo'lsak, pashshaning yuragi daqiqasiga 1000 martagacha uradi. Sichqonning yuragi daqiqasiga 400-600 marta, otning yuragi esa 35-40 marta, filniki 25 marta, kitniki esa sekin, ya'ni daqiqasiga 5-10 marta uradi. Agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, hayvonlar qancha ko'p uzoq umr ko'rsa, ularning yuragi shunchalik sekin uradi. Aksincha, kamroq yashaydigan pashsha, sichqonga o'xshash hayvonlarning yuragi juda ham tez uradi. Yuragingiz haqidagi qaysi faktlar siz uchun qiziq bo'ldi? Izohlarda yozib qoldiring.